Assalomu alaykum hammaga. Amaqijiyan kanaliga 2019-yil 295 ming yurgan Nexia 3 keldi. Xohlasanglar buni oyma-oy to'lovini 250 dan yoki 300 dan qilib beramiz. Lekin boshlang'ich to'lovi $2000. $2000 bo'ladigan bo'lsa, keyin oyini kelishamiz. Mashinani hozir ochib ko'rsataman. Mashinaning et-betlarida mana mashinada chaqasini ko'rdim. Mana bu yerda kraska ko'rdim. Yana o'zingizlar ham kelib ko'rib olishinglar mumkin. Keyin mana bu joyida ozgina chaqasi bor. Mashinaning balonlari yangi. Mana yangi holatda. Oldi ham, orqasi ham bir xil qo'yilgan. Yangi holatda. Salonlariga keladigan bo'lsak, mana obshipkalari ham, hamma narsasi, mana chexol, poliklari ham bor. Olib haydashinglarga yaxshi. Mashina unaqa urinmagan, yaxshi. O'zlari bitta qo'l haydalgan mashina ekan. Hozir mashina menga o'tdi. Endi hozir dokumentini qilib bo'lganimizdan keyin bemalol Nasiya savdoga chiqarib yuboramiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Mashinamizning metan gazi ham bor.